Bismillahirrahmanirrahim. Durusul lug'atning 3-qism 1-darsdan biroz so'zlagan. Bugun yana 1-darsning davomi. Ilgari biz ya'ni 1-darsning beshida mu'arab ismlar qaysi? Ya'ni ismlardan qaysilari mu'arab bo'ladi, qaysilari mabni bo'ladi? Bu haqda to'xtalgan. Va yana i'robning asli belgisi, ya'ni asli belgisi pesh, zir va zabar va qo'shimcha belgilari. Bu vaqt to'xtaldi. Qo'shimcha belgilari masalan 5 ism misol olsak, rafi bo'lgan holatdagi alomati vav, nasb bo'lgandagi alomati alif va jar bo'lgandagi alomati ya deb so'zlab o'tdik. Va yana ism manqus birinchi shaxsning yosiga mudof bo'lgan ism va ism maqsur qatorliqlarda bo'lsa, rafilikning nasb va jarning alomatlari yushirin bo'ladi deb so'zladik. i'robning ya'ni o'zgarishning belgilarini, asli qo'shimcha yushirin belgilarini o'rgangan bo'lsak, endi hozir ismlar jumlada qaysi o'rinlarda marfu bo'ladi va qaysi o'rinlarda mansub bo'ladi, qaysi o'rinlarda majrur bo'ladi, bu haqda to'xtalamiz. Ismlardan jumlada marfu bo'lganlari, ya'ni al-marfuatu ko'plik bu. Tuvandikilar mubtada bilan xabar. Masalan, Allohu akbaru desak, her ikkilisini pish o'qidik. Rafilikning alomati her ikkilisida oshkora pish. Ikkinchisi ismu kana, kananing ismi. Masalan, kanal babu maftuhan, eshik ochiq edi. Bo'ladi ma'nosi. Kana degan fe'l naqis, al babu kananing ismi, maftuhan kananing xabari, zabar o'qildi. Mush jumlada al babu degan ismu kana marfu bo'ladi. Mujni yodlab olsak, mushunda ismu kana marfu bo'ladi deb ham pish o'qib olsak bo'ladi. Chunki al babu degan mu'arab ism, shundaqla mu'arab bo'lgandimi, i'robning alomati, o'zgarishning alomati oshkor bo'lgan ismga kirdi. Alomati yushirin bo'lgan va yoki alomatlari qo'shimcha bo'lgan ismlarning qatorida yo'q. Uchinchisi innining xabari. Masalan, innalloha g'afurun. Alloha degan innining ismi, g'afurun degan xabari, shunga pish o'qiymiz. Mushu qoidalarni pishiq yodlashinglar kerak. Yodlab olgandan keyin ismlardan mundaq jumlada mundaq o'rinlar kelgan vaqtida pish o'qiymiz, mundaq o'rinlar kelgan vaqtida nasb bo'ladi, zabar o'qiymiz yoki zabarning alomatlari bo'lgan alif yo qatorliqlar bilan ifodalaymiz deb kalanglar darhol keladi. Shuning bilan jumlani to'g'ri o'qiy olasizlar. Beshinchisi, ya'ni marfuatlardan 5-tur fa'il. Masalan, xalaqanallohu. Fa'il marfu bo'lg'achqa uni pish o'qiymiz. I'robning alomati oshkora pish. Rafilikning alomati oshkora pish. 6-si naibul fa'il. Fa'ilning o'rnini bosgan fa'il, ya'ni o'rinbosar fa'il desek bo'ladi. Xuliqal insanu min tin. Inson loydan yaratildi. O'shadagi inson naib fa'il bo'ladi. Shuning uchun bu rafi bo'ladi va rafilikning alomati bo'lsa oshkora pish. Endi ismlardan mansub bo'lganlari. Birinchisi innining ismi. Masalan, innalloha g'afurun degandek. Ikkinchi turi xabaru kana. Kananing xabari. Masalan, kana ta'amu lazizan. Tamoq mezlik edi. Ya'ni tushundirsam, lazizan degan kananing xabari. Kananing xabari mansub bo'ladi. Mansubning alomati, nasb bo'lganligining alomati lazizan degan so'zning oxirgi harfining ustiga tushgan ochiq oshkora zabar. Chunki lazizan mu'arab ism, ya'ni omilning sababidan oxir o'zgaradigan ism. Mu'arab bo'lgandimi, i'robning alomati oshkor bo'ladigan ism. Ya'ni ism manqus emas, ism maqsur emas yoki birinchi shaxsning yosiga mudof bo'lgan ism emas. Ya'ni bu 3 turdagi i'robning alomati yushirin bo'lgan ismlarning qatoridan emas. Shundaqla i'robning alomati qo'shimcha bo'ladigan jamu muannas salim, g'ayri munsarif, 5 ism qatorliq ismlardan emas. Kananing xabari bo'lg'achqa nasb bo'ladi va nasbning alomati ochiq oshkora zabar deymiz. Uchinchisi maf'ulun bihi. Fahimtu darsa. Fahima fi'il, tu fa'il ad-darsa maf'ulun bihi. Dördüncüsü el-mef'ulun fihi.
ya'ni ravish, vaqt yoki o'rin ravishi. Masalan, safara abi laylan. Dadam kechada safar qildi. O'sha yerda laylan deganni safara abi fil layli desak ham bo'ladi. O'sha yerda laylan degani vaqt ravishi. Jalasal mudarrisu indal mudiri. Mudarris mudirni qishda o'ltadi. O'sha yerda inda degan o'rin ravishi. Shuning uchun mansub bo'ladi va nasbning alomati oxirdagi zabar. 5-si al maf'ulu li ajlihi. Bu sabab maqsadni bildirib keladigan to'ldiruvchi. Ma kharajtu minal bayti khawfan minal harri. O'sha yerdagi khawfan degani maf'ulu li ajlihi bo'lganligi uchun bu mansub bo'ladi. Shuning uchun buni zabar o'qidik. Chunki u mu'arrab ism va uningdagi i'robning belgisi asli belgi bilan ifodalanadigan mu'arrab ism. 6-si al maf'ulu ma'ahu. Billilik to'ldiruvchisi desak ham bo'ladi. Safartu va bilalan. Buni safartu ma'a bilalin desak ham bo'ladi. O'sha yerdagi vav billilikni bildirdi maqsad. Uningdan keyin kelgan ismni zabar o'qiymiz. Mansub bo'ladi chunki. 7-si maf'ulu mutlaq. Yaqra'u Hamidun qira'atan jaydatan. Hamid nayt yaxshi o'qiydi degan bo'ladi ma'nosi. O'sha yerdagi qira'atan degan yaqra'u degan fe'lning masdari yana qayta takrorlanadi. Mana shuni biz maf'ul mutlaq deymiz. Yana bu yerdagi maf'ulun fi, maf'ulun li ajlihi, maf'ulun ma'ahu, maf'ulun mutlaq, hal tamiz deganlar shu kitobda yana oldimizda chiqadi. Buning tafsilotini yana keyin o'qiymiz. 8-si al-hal. Holat ya'ni jaddi yusalli qa'idan. Bovam o'ltirgan holatda namoz o'qiydi. Qa'idan degan ism holat bo'lg'achqa mansubning qatoriga kiradi, mansubatlarning qatoriga kiradi va nasblikning alomati oshkora zabar. 9-si tamyiz. Masalan, ana akbaru minka sinnan. Men senden yosh jihati cho'ng. Mushadiki sinnan degani tamyiz bo'ladi va mansubatning qatorida bo'ladi. Nasbning alomati oxirdagi oshkora zabar. 10-si mustasna. Tamyiz degan nima, hol degan nima? Oldimizda yana tafsili o'qiymiz. Hadarat tullabu kulluhum illa hamidan. O'quvchilarning hammasi keldi. Hamiddan boshqa, mushadiki hamidan mustasna bo'ladi. Mansubatning qatoridan bo'ladi. Shunga uning nasb bo'lganligining alomati oxirdagi oshkora zabar. 11-si al-munada, munada. Ya'ni nida qilinuvchi mushuni mudaf bo'lgan munada deb o'zgartirish kerak. Masalan, ya Abdullohi. O'sha yerdagi abdu degan ham mudaf ham munada. Mudaf bo'lgan munada bo'lganligi uchun mansubatning qatorida nasbning alomati oxirdagi oshkora zabar. Endi 3-si majrurat. 1-si mudafun ilay. Masalan, al-Qur'anu kitabullohi desak, Allohi degan mudafun ilay bu majruratning qatoridan jarning alomati oxirdagi oshkora zir. 2-si al-masbuqu bi harfi jar. Ya'ni harf jardan keyin kelgan ism. Masalan, at-tullabu fil fasli desak, al-fasli degan harf jardan keyin kelgan ism majruratning qatoridan jarlikning alomati oxirdagi oshkora zir. Endi marfuat, mansubat, majruratni osonlam tushuntirib qo'ysam, i'robni ya'ni o'zgarishning alomatini ifodalaganda, asli alomat bilan ifodalaganda pesh, zabar va zir bilan ifodalaydigan ismlar qaysi deb tushunsak bo'ladi. Yana bir mazmun at-tawabi'u. Ya'ni bu tabi'unning ko'pligi. Ya'ni agash kuchi, agashmi bo'lak desak bo'ladi ma'nosi. At-tabi'u agash kuchi degan huval ismul mushariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. U o'zidan ilgirki ismga i'robida mutlaq o'rtaq bo'ladigan, o'rtaqlashadigan ism. Va u 4 turlik bo'ladi. Va huwa ala arba'ati anwa'in. An-na'tu wat-tawkidu wal-'atfu wal-badalu. Na'tun degan sifat ya'ni ta'kid. Uningdan keyin atf degan bog'lanib keladigan ism. Bog'lovchi qo'shimchalar bilan bog'lanib keladigan ism. Badal. Buning misollari tuvandikicha. Ya'ni bu misollar orqali ta'kid, atif, badal degan tushuna olamiz. Va ilaykal amsilata. Tuvandagi misollarni ko'ring debdi. Na'at, sifat.
Mərfu bo'lğanlarda qandaq əgişdi desə, hadarat talibul jadidu. Yangi o'quvchi keldimi? Hadara fi'il, at-talibu fa'il, yana mavsuf, shundaqla al-jadidu sifat. Mushu sifat oldidagi sifatlanguchiga i'rob jihatda ergashdi. Ya'ni at-talibu degan ism fa'il. Fa'il qandaq bo'ladi? Fa'il marfu' bo'ladi. Marfu'atning qatorida edi. Rafi'likning alomati pesh, uning keynidagi sifatmu ergashguchi bo'lganligi uchun buni marfu' deymiz. Marfu'ning hukmida va rafi'ning alomati uning oxiridagi oshkora pesh. Yana masalan bu misol qarasak, yatlubul mudiru at-talibal jadida. At-taliba maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubatning qatoridan sanaldi. Yani aldı sanab o'tdiq-ku mansubatning qatorida. Nasblikning alomati oshkora zabar, kaynidagi sifat buningga ergishib zabar o'qildi. Majrur bo'lgan holatda qanday ergishdi desa, masalan, haza daftarut talibil jadidi. At-talibi degan mudofun ilay. Al-jadid uning sifati, uning i'rob jihatdan ergishib keldi. Shunga zir o'qidik. Ikkinchisi ta'kid. Buning misollari masalan, hadarat tullabu kulluhum. At-tullabu degan fa'il, kulluhum uning ta'kidlab kelgan so'z. Shuning uchun oldidagi at-tullabu degan fa'ilga ta'kidlanguchiga i'rob jihatda ergashdi, o'xshidi. Qala li hadal mudiru nafsuhu. Nafsuhu ta'kidlanguchi. Shuning uchun oldidagi mudiru degan ta'kidlanguchiga o'xshash pish o'qildi. Sa'altu tullaba kullahum. At-tullaba maf'ulun bihi bo'ldi, mansub bo'ldi. Uning kaynidagi ta'kidlanguchi uning o'xshash zabar o'qildi. Sa'altul mudira nafsahu. Amdi majrur bo'lganida sallamtu ala tullabi kullihim. Sallamtu ala al-mudiri nafsihi. Mushadiki kulluhum nafsuhu deganlar ta'kid bo'lganligi uchun oldiki ta'kidlanguchiga o'xshash bo'ldi i'rob jihatda. Ya'ni jumladagi grammatikalik o'rni sababidan marfu' bo'lsa marfu', nasb bo'lsa nasb, jar bo'lsa jar bo'ldi. Ya'ni oldidagi ism, ya'ni ergashguchining oldidagi ism pish bo'lsa pish, zabar bo'lsa zabar, zir bo'lsa zir o'qiymiz deyish to'g'ri emas. Chunki i'robning asli alomati bilan ifodalanadigan mu'rab ism bo'lib qolsa, pish, zabar, zir bilan bo'lgan bilan i'robningki alomatlari yushirin bo'lgan yoki qo'shimcha bo'lgan ismlar bo'lib qolsa, shu o'zgarish belgilari bilan yoki asli alomat bilan yoki yushirin alomat bilan ifodalaymiz. Chunki bu yerda keltirilgan misollarning hammasi mu'rab ismlarningki i'robning o'zgarish alomatlarini asli belgilar bo'lgan pesh, zabar, zir bilan ifodalanadigan odatdagi ismlarni keltiribdi. Uchinchisi atf. Xaraja Hamidun va sadiquhu. Hamid va uning do'sti chiqdi. Bu misolda Hamidun fa'il, marfu', rafi'likning alomati oshkora, pesh, vav harf atf, kaynidagisi ma'tuf. Ma'tuf oldidagiga ergashadigan bo'lg'achqa pish o'qildi bu o'xshash. Talabal mudiru Hamidan va sadiqahu. Yana masalan, talabal mudiru Hamidan va sadiqahu. Ya'ni bog'liqchi qo'shimchalardan keyin keladigan ism bog'liqchi qo'shimchaning oldidagi ismga i'rob jihatda mutlaq ergashadi. Ayna kutubu Hamidin va sadiqihi. Hamidin mudofun ilay va harf atib, kendisi ma'tuf, sadiqihi deb oldidagisiga o'xshash ergashib zir o'qildi. Endi to'rtinchi badal. Masalan, anajaha akhuka Hashimun. Akhuka fa'il, kendiki Hashimun badal. Birinchi qism, ikkinchi qismlarda tarkibni yaxshi qo'yib o'rgangan bo'lsanglar, bu nihoyatda oson, taskin to'xtamaydi. Akhuka fa'il marfu'atning qatoridan rafi'likning alomati 5 ism bo'lganligi uchun vav, Hashimun badal, akhuka mubaddal, shuning uchun Hashimun akhuka degan o'xshash rafi'ning o'rnida va rafi'likning alomati oxiridagi oshkor pesh. Anajaha hazat talibu. Haza fa'il, fa'il marfu'atning qatorida, lekin haza ism mabni bo'lganligi uchun rafi'ning o'rnida deymiz bu yerda. Talibu degan uningki badal. Shunga uning o'xshash i'rob jihatda ergashib shu o'qidik. Yana masalan, a'rifu akhaka Hashiman, a'rifu haza taliba. Al-majrur deydi. Ayna ghurfatu akhika Hashimin, ayna ghurfatu haza talibi.